Assalomu alaykum, sevimli bolalar, yaxshimisizlar? Men bugun sizlarga Uyg'urcha tamoqlarni o'rgatadigan bir rasmlik sin ib keldim. Sizlar Uyg'urcha tamoqlarni yeyishni cho'qim yaxshi ko'rsizlar, shundaqmi? Lekin sizlar o'zinglar yaxshi ko'rib yeydigan mushu Uyg'urcha tamoqlarning hammasining ismini bilamsizlar, bilmamsizlar? Agar bilmaydiganlaringlar bo'lsa, bugun bu sinni ko'rib o'rganib olinglar. Bo'lamdi? Bu tamoqning ismi lag'man. Buni cho'qim hammanglar bilasizlar. Bu qaysi tamoqdi? Buni qo'rimi cho'p deymiz. Bu lag'manga sal o'xshab ketadi ekan, lekin birga qo'rib yetadiganmiz. Qaranglar, lag'manning qo'rimisini qo'rgandek cho'plarni biz qisqaroq qilib kesib olib, qo'rim bilan birga qo'rib yetamiz ekan. Shunga qo'rimi cho'p deymiz ekan. Bu bir qo'rib yetadigan lag'manning cho'piga o'xshashqa. Dondan cho'p qo'rimisi degan qanday tamoqdir? Lag'manning ximirini biz qushlarga chechib beradigan donlarga o'xshash kichik ushaq qilib kesib, anandan keyin uni qo'rmi bilan birga qo'rib yetibdik. Shunga bu tamoqni biz dondan cho'p qo'rimisi deymiz. Bilib oldinglarmi? Qo'ldama. Dondan cho'p qo'rimisiga sal o'xshayotidi, lekin unda qo'rib etmaydiganmiz birga cho'pi lag'manning cho'piga o'xshash ostida ayrim turdi ekan. Buni bag'u xemirni qo'limizda ustalga birdan qo'limiz bilan yemirib etimiz. Shunga qo'ldama deymiz. Seriq osh. Lag'manga sal o'xshab ketadigan bir tamoq, lekin cho'pining rangi seriq turamdi. Nima shunga seriq osh deymiz? Seriq oshni nima bilan yeymiz? Ustida nimaning go'shti turdi? Nimaga o'xshayotidi sizlarcha? U bo'lsa kavob. Biz kavob yegan chaqda doim seriq osh qilamiz. Ikkisini qo'shib yesak pek payzi bo'ldi. Kavob. Endi kavob chiqdi. Bu kavobning rasmiga qarab kavob yeganlar keldimi? Sizlar kavob yeyishni bek yaxshi ko'rsizlar-ku deyman. Bu tamoqni hammanglar bilasizlar cho'qim. Ismini hammanglar bilasizlar. Cho'qim yeyishni bek yaxshi ko'rsizlar. Bu tamoqimiz polo. Poloni bag'u biz Uyg'urcha tamoqlarning podshohi deymiz. Nima uchun desanglar bag'u polo degan tamoqlarning eng payzisi, eng kattasi to'ylar bo'lganda, cho'ng ma'rakalar bo'lgan chog'da biz polo etimiz. Poloni cho'qim yaxshi ko'rsizlar sizlar meningcha. Endi oq betda sizlar bu tamoqning ismini bilamdinglar? Sizlar cho'qim uyinglarda yeysizlar bu tamoqni. Opanglar guruchni oppoq qilib pishirib, ustiga qo'rimlarni qo'rib, sappiramdi, yaxshi ko'ramsizlar. Betda degan bag'u qaranglar, poloning ustiga lag'manni o'xshash qo'rimini qo'rib, buni selib yesakchi betda bo'ladi. Endi miyatga guruch degan oppoqkangu, polonikiga o'xshamaydigangu, shunga bunday tamoqni oq betda deymiz. Sizlar opanglardan so'rab beqinglar, opa oq betda degan ismini bilamdingiz, bilmamdingiz deb. Agar bilmasa cho'qim o'rgatib qo'yinglar. Bo'lamdi? Ügürening sho'rpisi bo'ladi. Anandan keyin uning suyiga biz xemirlarni inchik qilib solamiz. Qaranglar. Havo sovuq kunlarda, yomg'ir yoqqan, qor yoqqan kunlarda ügür issak degan bek xush yoqdi, bek mezlik, bek ta'mlik bir tamoqimiz. Endi suyuq osh. Suyuq oshning o'g'riniga o'xshaydigan sho'rpisi borki, suyi borki, qaranglar, shu suyuq bo'g'ashqa suyuq osh deymizki. Lekin xemiri o'g'riniga o'xshamaydi ekan-a. Qo'limizcha uzib tashlab etimiz. Sizlar mushtaq opanglar mushtaq suyuq osh etgan chog'larda xemirini tashlashib berganmi? Agar burun qilib boqmagan bo'lsanglar, cho'qim yordamlashib, opanglar xemirlarni uzib tashlashib beringlar, bek ko'ngillik bo'ldi. Endi chuchura, ummoq kichik ikki quliqi ding ikki quliqi bor chuchura. Chuchurani cho'qim yaxshi ko'rsizlar-ku deyman. Endi norin. Bu tamoqimizni norin yoki norin cho'p deymiz. Qaranglar, ustiga go'shtlarni jiq solmizga, go'sht, sabzi, chamburlar bilan ashtaq qo'rimisini tayyorlab, anamki uning ustiga ostiga xemirlarni pishirib, uning ustiga sho'rpalarni quyib yeymiz. Bu tamoqni cho'qim bilasizlar deyman. Manta, qaranglar, gulga o'xshash bek chiroyli-a. Ichiga nima solatdik? Ichiga go'sht, piyoz va agar yaxshi ko'rsak boshqa ko'ktatlarni solgan qiymalarni selib etimiz, shunaqmi? Endi yog' mantisi deydi. Yog' mantisi degan qanday mantidir? Bu bir mant ekanda, qaranglar, mantiga o'xshayotdi, mantiga o'xshash tugibdi. Lekin yog' degan nimada? Yog' degan uchun moy degan gap. Buni bag'u qaranglar, mantiga o'xshash tugib, avval mayda ozroq qizartib, ozroq pishirib olib, anandan keyin manti pishirgandek pishiramiz. Shunga bu tamoqni yog' mantisi deymiz.
Kava mantısı. İsmidan da chiqib turibdi. Buning ichiga kava soldi ekanmiz. Kava selib, mantı tükenge o'xshash bitta chiroyli tugib, andan keyin qasqanda pishirib olsak, bu tamoqimiz bek payzi bo'lib ketadi. Bu tamoqimizning ismi kava mantısı. Mantıga o'xshash ichiga qiymalarni selib, tugib etadigan yana bir tamoqimiz samsa. Samsani sizlar cho'qim yaxshi ko'rsizlar deyman. Duxovkalarga selib pishiramiz. Yoki bo'lmasa tonurda pişirimiz. Tonurda pişirgan samsını tonur samsısı desek buldu. Vatanda-chu samsını mana muşunga o'xshash tugib, tonurda non yoqqanga o'xshash tonurga yiqib pishiratdi. Bu biz kichik vaqtlarimizda bak yaxshi ko'rib yeydigan samsıdı. Tonur samsısı deymiz bundaq samsını. Yana bir ichiga qiyma selib etadigan tamoqimiz go'shtnan. Go'shtnan degan qaranglar bak chiroyli qattiq tugilak. Lekin biz uni tava qozonda pishirib yeyolgandan keyin uni pichoq bilan kesib 6 parchaga yoki 8 parchaga bo'lib, andan keyin oila bo'yicha birga o'tirib yeymiz, shunaqmi? Tonur go'shtini bu qanday tamoqdir? Bir qarsak nonga o'xshayotidi shunami? Buni bag'u nonga o'xshash tonurga yoqimiz qaranglar. Shunga tonur go'shtini deymiz. Lekin buning ichida go'sht non degani qaraganda go'sht nini deb turdi. Bu bir go'sht non kenda, tonurga yoqadigan go'sht non kenda. Buning ichiga bag'u go'shtdan qisaganda go'shtlarni selib, tonurga yiqib etimiz. Shunga buni tonur go'shtini deymiz. Qo'rdoq. Qo'rdoqni to'qo'ning go'shtida yoki qo'yning yoki kalning go'shtida qilsak bo'ldi. Sizlar qo'rdoqni yaxshi ko'ramsizlar? Endi lampong. Ochiq chuchuk, mezilik, ta'mlik lampongni yaxshi ko'radigan bolalar bormi? Yoki ochiq deb yemamsizlar yoki. O'pka yesib, Uyg'urlarcha bek yomon qaranglar. Boshqa millatlar borgu qo'ylarning o'pkalarini, uchaylarini buni yegili bo'lmaydi deb tashlab yetadi-da. Lekin biz borgu tashlab etmaymiz. Biz degan uni pokiz yuvib, anandan keyin borgu noyt olaydi bir usullar bilan borgu uchaylarning ichiga go'sht, guruch, har xil ko'ktat, piyoz, samsoq, sabzilarni ushshaq chanab selib, osh ko'klarni sepib, bek tamlik o'pka yesib degan tamoqni etimiz. Uyg'urlar yomonmi-ki? Sizlar o'pka yesib yeb baqqanmi, yeb baqmaganmi? Endi ismi o'pka sal o'xshaydigan tamoq yalang yesib degan tamoq chiqdi. Qaranglar, buning ichidagi mav go'shtlarda, guruchlarda qilgan ko'milashlar borku, shu o'pka yesibga o'xshaydi. Lekin buni biz uchayga solmaganligimiz uchun, uchaylarning ichiga selib pishirsak, bu yalang yesib bo'ladi. Buning ostiga yana qo'rimisini qo'riyotganmiz, qo'rimalarni qo'rib ustiga qo'yib yeymiz. Bu bo'lsa non, buni hammalar bilsizlar, har kuni nashtalikqa nonlarni yeymiz, shundaqmi? Endi sizlar bek yaxshi ko'rib yeydigan quymoq. Bu quymoqni biz tonurda yoqamdiq, yo'q, non yoqqandek tonurda yoqmaymiz. Mayga selib pishiramiz. Endi dub-dugulak, nefis, ta'mlik, mezlik tuxum po'shkili. Tuxum po'shkini yaxshi ko'rmaydigan o'moqlar yo'q-ku deyman aranglarda. Bu bo'lsa sangza. Sangzni qachon yeydik? Yeyitlarda yeydik. Yeyit kelishning oldida opamiz sangzi pishirdi va yeyitlik ustallarni tizganda o'ttirga biz sangzi qo'yamiz Uyg'urlar. O'zimiz yaxshi ko'radigan Uyg'ur tamoqlarining ismlarini o'rganib oldik. Agar bu ismni bir necha qitim ko'rsanglar, meningcha men ishonman sizlar bu tamoqlarimizning hammasining ismini cho'qim yaxshi o'rganib olasizlar. Taş alma ana til darsxonasining tor betiga kirsanglar, texnik materiallar bor. Aş materiallardan paylanib ana tilinglarni texnik yaxshi o'rganinglar bo'lamdi. Amsa kelarki videomizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.